Bugun yil tugashiga 153 kun qoldi. Ammo yil boshida qo'ygan maqsadlarimning hattoki 25% ga ham erisha olmadim. Menga kelayotgan savollarni o'qib, yolg'iz emasligimni tushundim va shu mavzu bo'yicha 12 hafta 1 yil nomli kitobni o'qib chiqdim. Angladimki, maqsad qo'yishda ikkita eng katta xatoga yo'l qo'yibmiz. Birinchi xato juda ham ko'p maqsad qo'yib tashlash. Odamning diqqati cheklangan. Bir vaqtning o'zida juda ko'p maqsadlarga erishmoqchi bo'lsak, diqqatimiz ham, energiyamiz ham bo'linib ketadi. Natijada esa hech qaysi maqsadga sezilarli natija qila olmaymiz. Ikkinchi xato deadlinening juda ham uzoqligi, ya'ni 1 yilligi. Shoshilinchlik hissi bo'lmaganligi uchun ishlarni doim ertaga qoldiramiz. Bu ertalarning esa ertasi yo'q. Natijada disiplina pasayib, prokrastinatsiya ortadi. Kitobdagi eng kuchli fikrlardan biri shuki, vaqt qisqarsa, fokus kuchayadi. Shuning uchun muallif 1 yillik emas, 12 haftalik reja bilan ishlashni tavsiya qiladi. Chunki muddat qisqa bo'lsa, miyamiz harakatni ertaroq boshlaydi. Bu yerda biz psixologiya, neyrobiologiya va islom nuqtai nazaridan insonning ruhiyati haqida gaplashamiz. Obuna bo'lishni unutmang.